xafa qiladiganlar ko'pmi? Ha, Alloh bor, Alloh meni yaratgan. Mingdan ming rahmat sizlarga. Bunaqasi bo'lmagan. O'yinda men endi ko'ryapman. Vaqt xayriya jamoat fondi tomonidan tashkillashtirilayotgan mana shunday chiroyli go'zal tadbirda barchangizni qarshilayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Shifokorlar nomidan, ota-onalar nomidan, bolajonlarimiz nomidan sizlarga katta rahmat demoqchiman. Bolalarimizni ozgina xursandchiligi bu biz uchun katta narsa. Bolalarimiz xursand bo'lsa, albatta sog'lom bo'lishadi. Biz sizlarga ko'maklashamiz, qo'limizdan kelgan yordamni beramiz va birgalikda biz katta kuchmiz. Qilayotgan hamma mehnatlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Bizning bolalar baxtli bolalar. Baxtli bo'lishga haqli bolalar. Men hozir qahramon onalarning birini oldida turibman. Sababi farzandi uchun kerak bo'lsa jonini bera oladigan ona. Farzandi uchun kerak bo'lsa tunlari uxlamasdan bedor bo'la oladigan ona. Ona mana shunday zot. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Va biz Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan $1000 yordam pulini taqdim qilamiz. Hammaning nomidan, butun xalqimiz nomidan va Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan mana shu $1000 yordam pulini beramiz. Hamma tuzalib ketsin, shifo bersa hamma. Shular mana bolam tuzalib ketsin. Botdan tuzalib chiqib ketilar. Husan hammasini ko'taqon yaqinat.
yer yuzida hech qachon ikki dunyoda yaxshilik yerda qolmaydi azizlar. Yaxshilikni siz xolis Alloh uchun qiling, Alloh ochilmaydigan eshiklarni ham ochib yuboradi. Eng muhimi, oxiratdagi jannat eshiklarini ochib beradi. Shu qilayotgan ezgu niyatlaringiz, yaxshiligingiz, bu ehsonlaringiz, sadoqatlaringiz odamlarga mehr muhabbatingiz uchun. Rassomchilikka o'tamiz endi. Bolajonlarimizni do'stlar yoniga taklif etamiz va eng chiroyli suratlarni hozir ular chizib berishadi. Hammanglardan mana shu do'stlar yoniga taklif etamiz. Bayramingiz qutlug' bo'lsin. O'z fondimizni logotipini chizib olamiz. Buni chizib bo'lgandan keyin yon atroflariga mana shu yerda qatnashgan bolajonlarimizni qo'l panjalarini bostirib chiqamiz inshaalloh. Juda ham chiroyli, go'zal rasm chiqadi xudo xohlasa. Egnimizdagi futbolkalar juda ham ajoyib azizlar. Bejizga emas, 1-iyun bolalar kuniga bag'ishlangan bizning bolalar baxtli bolalar loyihasida ajoyib tadbir bo'lib o'tdi. Bunda bemor bolajonlarimiz o'zlarining qo'llarini bo'yoqlarga botirib, ana shunday dastxatlarni qoldirishdi. Albatta, bu futbolkalarimizni mosh savdosiga qo'yamiz, sotamiz va bundan yig'ilgan mablag'larni aynan o'sha siz bizga tanish bo'lgan, siz bizga yaqin bo'lib qolgan bemor bolajonlarimizni sog'liklarini tiklash uchun ishlatamiz. Ularga hadya qilamiz, olib borib beramiz barchangizning nomingizdan. Shunday ekan azizlar, bizning bolalar baxtli bolalar loyihasida ishtirok eting, o'zingizning hissangizni qo'shing. Nafaqat futbolkalarimiz, ular ajoyib suratlar chizishdi. Aynan mana shu hayot uchun kurashayotgan bolajonlarimiz tomonidan chizilgan rasmlarni auksionga qo'yamiz va sizlarga bir narsani aytib o'tamizki, bu rasmlarda ma'no topa olmaysiz, lekin unda dunyo umidlarini topishingiz mumkin. Mana shu rasmlarni qancha qimmatga sotib olsangiz, ya'ni xarid qilsangiz, sizga ham foyda, mana shu bolalarimizga ham ancha foyda bo'ladi degan umiddamiz. Biz birgalikda katta kuchmiz. Birgalikda biz katta kuchimiz. Mashallah. Alloh sevgan bandasiga dard beradi-da. Shuning uchun Alloh men dardini bergan, shifosini ham Alloh beradi. Bu yerda har xil bolalarda haqiqatan har xil. Bir xillari kursiz, tupa-tuzu deysiz-ku, lekin shu tilidami yo ozgina miyasidan anaqa nuqsoni bor-da. Lekin yaxshi joy. Bolda qanaqa? Mehrli, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi bular. Bir-birini men bu 2-sinf, men bu 4-sinf ikkini harakatini qiladi o'sha haligi ukam deydi, singlim deydi, mana shu ming rahmat sizlarga. Bunaqasi bo'lmagan. 10 yilda men endi ko'ryapman. Mana shunaqa to'kin sochin hamma tomonlama birinchi marta ko'ryapman. Daunlar o'zi juda ham mehribon bolalar bo'ladi. Meni sinfimga qarasangiz, mana daunlarimiz ko'p. Rosa ham mehribon, rosa ham bekorga solnishni bola, quyosh bolalar demaydi. Nimaga deganda juda ham mehribon bolalar. Bulargachi mehr kerak-da. Bular baribir sezadi shu mehrni meni. Qancha mehr bersak, shuncha mehribon bolalar bo'ladi.
Nima chizyapsiz? Makka. Makkani chizyapsizmi? Nega Makkani chizyapsiz? Boshqa narsa chizsangiz bo'larmidi? Oyimga bozorga qilaman. Ha, Nasib qoladi-da. Chaqiradi keyin. qayerga chaqiradi? Makkaga. Makkaga chaqiradi. Onangiz qayerdalar hozir? Qanaqa direktor qayoqqa onam yo'q. Onamni olib boraman deganda direktoringiz nazarda tutasiz. Mana bu boyagi yig'izlar bor. Ha, ularni ona deysiz. Ha, bu biz onam yo'q boshqa. Odam yo'q, onam yo'q. Endi ularda ham dunyoni anglashlari uchun va jamiyatda o'z o'rinlarini topishlari uchun kerakli bo'lgan kitoblar mavjud. Yutdinglar-yu, bo'ldi-yu, bo'ldi emasmi? Nimaga yo'q? Hali ketishdan qanday bo'ldi? Yutqizib qo'ysanglar-chi hozir. Hech qachon yutqazmaydi. Nimaga? Chunki biza bir jamoamiz. Bular nima yutqizib qo'ydi? Bir jamoa bo'lishmagani uchun. Xayriya jamoat fondi ayni dam sizni huzuringizga sovg'alar bilan kelishmoqda. Men yurgim kelyapti. Dadangizga va'da berasizmi, yuraman deb? Ha, Nima deysiz dadangizga? va'da beraman. Xudo xohlasa men yuraman. Yuguraman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bu yaxshi odamsizlar. Hamma odamni yomon bo'lyapti. Xafa qiladiganlar ko'pmi? Ha. Alloh bor, Alloh meni yaratgan. Sizni yaxshi ko'rgani uchun shunaqa yaratgan, nima deb o'ylaysiz? Ha, yaxshi ko'radi meni. Qayerdan bilasiz buni? Bilaman. Alloh bilan gaplashasizmi? Nima deysiz Allohga? Alloh men yuriydi. Itaman. Rahmat. Ko'tiga. Qarang, hozir bugungi tadbirimiz sizga yoqdimi, yoqmadi? Yoqdi. Xursand bo'ldingizmi? Xursandman. Qay darajada xursand? Juda ham xursand. Orzularingizni aytib bera olasizmi? Orzularim birovga bo'ldi. Oyimga yordam beraman. Ko'chaga chiqib anaqa non sotaman. Shu yoshingizda non sotasiz. Yana Non sotaman, meva sotaman. Oyimga yordam bersin deyman. oyingizni juda ham yaxshi ko'rasiz. Oyim juda ham yaxshi ko'raman. Buvimni yaxshi ko'raman. Buvim hali yurmaydilar. Oyoqlari og'riydi. O'zim yerdalar olib boraman. Qachon aytirib, ko'chalardan turib kelaman. Harakatlarga olib boraman. Bugungi kunimizni qahramoni, bugungi zamonimizni qahramoni sizlar albatta. Biza ko'z oldimizdagi hayot bilan kurashayotgan, hayotni sinovlariga bardosh berayotgan va bunga shukr qilayotgan va yuzlarida ana o'sha shukronalikni bugun biz ko'rib turibmiz. Bundan mamnun bo'lib hayot kechirayotgan qahramonlar aslida sizlarsizlar. Sizni oyog'ingiz ishlayapti, qo'lingiz ishlayapti. Alloh mol davlat bilan, aql va zakovat bilan, iqtidor bilan sizni siylagan. Mana shu bergan ne'matlarni albatta ertaga so'ralish kuni bor. Uni badali uni o'zini yo'liga sarf qilishda bo'ladi. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.